kelishgan. Erkaklar baquvvat. Bemalol yurishaveradi. Mo'min hojilarimizni biroq yo'llar charchashadi, avtobus bosh og'ritadi, ko'ngil aynishi bo'lishi mumkin, xavf holat. Bir kun men dam oldim. Kecha keldik, mana bombalar o'qib, inshaalloh hozirga dam oldim. Ana endi Xudo xolasa sekin-sekin men bu haramga chiqib, kecha bormaganlarni yana ko'rsatib qator, yana men bu shariat amallarini, umra amallarini tushuntiramiz. Umra amallarini, ihrom masalalarini, boshqa masalalarni inshaalloh bizlarning xizmatimiz sizlarning ibodatlaring to'liq bo'lishiga. Xo'pmi? Qiyomat kunida mahshar maydonida mana shu 2026-yil fevralda Ramazon oyida umraga borib kelgansiz hoji aka. Ibodatlaringiz haj mislida yozilib, nomay amallaringizga yozilgan bo'lib, qiyomat kunida yuzingiz yorug' holatida nomay amallaringiz sahifalaringizni o'qishligingiz uchun nima qilamiz? Amallarni qo'lga o'rgatamiz. Inshaalloh bizning vazifamiz inshaalloh sizlarning ibodatlaring chiroyli va mukammal bo'lishiga mas'ul bo'lishlik. Ovqatlaringga qaraydigan oshpazlar bor o'zi, yotoqxonalaringga qaraydigan ishchilar bor. Men oshpaz emasman yoki men boshqa yotoqxonalarga qaraydigan ishchi emasman. Men faqat sizlarning ibodatlaringga mas'ul insonman. Bu yerga ham o'sha degansizlar ibodat. Alloh azza va jallaga yaqin bo'lishlik uchun, muqarrab bo'lishlik uchun Alloh azza va jallaga toat ibodat qilib, shu paytgacha qilgan gunohlarimizga tavba qilish uchun yig'ilib turibmiz. Ana shu uchun hoji akalar, hoji onalarimiz inshaalloh mana shu ibodatlarning mukammal bo'lishligi uchun xizmatlaringizda bo'lamiz. Qanaqangi masalalar bo'ladigan bo'lsa, mushkullar bo'ladigan bo'lsa, ibodat masalalarida bemalol yana aytamiz, murojaat qilishingiz mumkin. Ana endi o'zlaringiz hamma o'zlari ketishyapti haramga, hoji onalarimiz, hoji akalarimiz. Yuqorida kecha men tushuntirganimdek yana faqat aytaman. Masjid-i Nabaviyda imom nimada o'qiydi? Ravzada namoz o'qib beradi. Demak, biz Masjid-i Nabaviyda ko'p gumbaz ko'rdik-a? Ko'p gumbazdan o'sha gumbazdagida yonida ravza bor. Ana shu joyda nima bor? Minbar bor, mehrob bor. Imom ana shu joyda nima qiladi? Imom namoz o'qib beradi. Ana endi biz Masjid-i Nabaviyga kirganimizda ana shu ko'p gumbazdan nimada bo'lishimiz kerak? Orqa. Mabodo oldin tomonga o'tib qoladigan bo'lsa, imomdan nimada bo'lamiz? Oldinda o'qib. Imomdan oldinda o'qiganimizdan keyin namozimiz buziladi. Hozirda tahorat buziladi. Quloq qolmang hozir. Charchadingizmi? Quloq qolmang. Ana endi Masjid-i Nabaviyga kirganimizda shu ko'p gumbazdan nimada bo'lishimiz kerak ekan? Orqada. Mabodo oldinda o'qigan bo'lsa, bo'ladi, namozimizni qaytarib o'qishimiz kerak. Namozimizni qaytarib o'qishimiz kerak. 1000 rakat savobga teng. Xo'pmi? Haromda 100 ming rakatga teng bo'lsa, bu yerda nimaga 1000 rakatga teng? Bir rakatimiz 1000 rakatga teng. Mana yaqingina nima qilinadi? Shunday chiqib, birdaniga kirib 5 vaqt namozni o'qiylik. Xo'pmi? 5 vaqt namozni nimada? Masjid-i Nabaviyda o'qiylik. Hamma chiqib borsin. Hoji onalarni ham olib chiqinglar. Xo'pmi? Hoji ona, siz kim bilan kelgansizlar? Boram. Siz olib chiqinglar. Xo'pmi? Savob bo'ladi. O'zlaringga ham 2 barobar savob bo'ladi. O'zlaringiz chiqarsa, hoji onani chiqarganlari uchun sizlarga ham xizmat qilganlar uchun savob. Gruppa tashlashganmiz. Ana saharlik masalasi. Saharlik masalasi.